Bilasizlarmi, hozir nimani o'ylab qoldim? Vaqt o'tgan sari ortga nazar tashlasa odam qanchalik shoshib, pishib, bo'lar bo'lmas bir muammolarga siqilib yurganini ko'rar ekan. Hozir men teatrdaman, grimyorkadaman. Bugun spektaklim bor. Aynan shu spektaklda Abdulla Qodiriyning Oq va qora turnalar spektaklida men Muhchehra obrazini, ya'ni yosh qiz, 13 yoshli qizni obrazini o'ynashni boshlaganman va hozirga kelib endi ona obrazidaman. Va shu rolni o'ynayotganimda 19-20 yosh bo'lganimda uncha vaqt sekin tezroq katta bo'lay derdim. Hozir esa ona obrazida qanchalik vaqt tez o'tganini sezmay qolganimni bildim. Shuning uchun har bir daqiqani o'zini vaqti hamda qadri bo'lar ekan.